O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan respublika bo'ylab Infolib O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligi tashkil etildi. Haftalikning ochilish tantanasi respublikamiz poytaxti va hududlarini bog'lovchi videokonferensiya aloqa shaklidagi tadbirlar bilan boyidi. Navbatdagi lavhada Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazida bo'lib o'tgan jarayonlar haqida so'z yuritiladi. Bugungi globallashuv davrida kitobxonlar safini kengaytirish har qachongidanda muhimlik kasb etmoqda. Bu borada ishlab chiqilgan loyihalar esa keng aholi qatlamini, yoshlarni, tashkilot muassasa xodimlarini kitobxonlikka keng jalb etishga qaratilmoqda. O'zbekiston Milliy kutubxonasida an'anaviy Infolib O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligi ish boshladi. Haftalikning ochilish tantanasi respublikamiz poytaxti va hududlarini bog'lovchi video konferensiya aloqa shaklidagi muloqot bilan boyidi. Haftalik doirasida barcha hududlarda tadbirlar, aqlni charxlovchi o'yinlar, kitob savdo yarmarkalari o'tkazish ko'zda tutilgan bo'lib, Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazida ham ushbu haftalikning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda tashkilotchilar va kutubxona foydalanuvchilari ishtirok etdi. Tadbirning ochilish marosimida O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi vakillari, ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi mutasaddilari so'zga chiqib, kitobning inson hayotidagi ahamiyati haqida to'xtaldi. Qayd etildiki, bugun kutubxonalarga a'zo bo'layotgan tashkilot muassasa xodimlari safi ham kengayib bormoqda. Ma'lumot uchun 2025-yilning o'zida 5300 nafar kitobxonlar Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazi a'zolari safiga qo'shilgan bo'lsa, tashkilot muassasalaridan 300 dan oshiq xodimlar kutubxonaga jalb etildi va umumiy a'zolar soni 75 ming nafarga yetdi. Milliy axborot kutubxona haftaligini o'tkazishdan maqsad kitobsevarlarning safini yanada kengaytirishdir. Navbatdagi Infolib haftaligimizni bugun ko'tarinki kayfiyatda boshlab oldik. Infolib haftaligimizda viktorina o'yinlari, zakovat intellektual o'yinlari hamda qiziqarli savol-javoblar bo'lib o'tadi. Tadbirda ishtirokchilarga Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazi tomonidan tashakkurnomalar berildi. Yilning eng ko'p o'qilgan kitoblari, milliy va jahon adabiyoti durdonalari, yoshlar sevadigan kitoblar mavzusida kitoblar ko'rgazmasi hamda kitob savdo yarmarkalari tashkil etildi. Haftalik doirasidagi tadbirlar 14 noyabrgacha davom etadi.